Men hozir sizlarning ichingizdan san'atkor izlab topaman. Ayniqsa ayollar, aktrisalar o'ylanib ketay. Ko'cha-kuyda ko'rishib qolsam, voy falonjon, men ham maktabda shunaqa chiroyli qo'shiq aytardim, ovozim bor edi. Shunaqa rollarga kirishardim. Keyinchi otam erga berib yuborgan san'at armon bo'lib qolgan deydi-da. Meni tanlagan yo'lim mana shu armonni qisman ushaltirish. Ichingizdan san'atkor kashf qilsam, nima deysiz? G'ulom Shov shu loyihasiga jonli kulguga bitta qarsak bo'lsin. Mikrofonni berib ishlayaptimi? Yopib bering. Ichingizda bor haqiqiy baxtli inson. Lizaja, siz o'pmang hech kim. Siz o'pgan joyga 3 kun qon kelmaydi. Qarang meniki qanday. Zarari yo'q-da. Ishonmasangiz keling. Hozir baxtli inson topaman, san'at yaxshi ko'radigan inson. Opa raqsni boplar ekansiz. Maylimi mikrofon bersam, bitta qarsak bo'lsa ishlayman. Aynan. Opa, qayerdan keldingiz? O'tiring. Yazyovon tumanida madaniyat bo'limida Aynan. qaror guruh bo'lib Voylanib ketdim. 18 o'quvchim bor. Aynan. Pensiyaga chiqdim. Hamon yana ishlayman. Hech ham o'xshamaysiz, pensionerga. Demak, mana ko'rdinglarmi raqsni kuchini, san'atni kuchini ko'ryapsizlarmi? Kollejda 3-kurs talabasiga o'xshab turibdi. Iloyim ko'z tegmasin. Ismingiz nima, opa? Maqsudaxon. Maqsudaxon opa. Pochcham bormi? Albatta. Yo'q, so'rayapman shuncha. Farzandlar nechta? Ikkita. Umri bilan bergan bo'lsin. Qarang, raqsni bopladi, to'g'rimi? Chiroyli, maza. Har bitta harakatda ma'no bor. Aylanay sizdan. Bekorga xoreograf emassiz. Nima deydi? Aktrisalik aytaman sizni sinaqa o'tirgan joyingizda, o'tirgan. Maylimi? Tasavvur qiling, pochcham ishdan kelyapti. Pochcham. Uy bekasi bo'lib, chiroyli bo'lib kutib olasiz. Bo'ldi bizga. Maylimi? Bir maqtanib qo'ying. Bizga qiziq. Qani vodiyda ayollar turmush o'rtog'ini qanaqa qilib kutib olar ekan? Bir maqtanib qo'ying, maylimi? Tushundingiz-a? Pochcham kelyapti, siz uy bekasi bo'lib kutib olasiz. Rozimisiz? Ha? Roziman. Bo'ldi. Sizga bitta pochcha topishim kerak. Pochcha uyda. Pochcha qayerda? Uyda. Pochcha xonada dam olyapti. Yaqin ekan-ku. San'atni yomon ko'radimi? Yo'q, yaxshi ko'radi. Men o'zimda bezib olay dedim. O'ynashim kerak dedi. Yo'q, men o'ynashimga qarshi emaslar. Men ularga shu aylanay sizdan. Bilmasa uylanmasdi-yu, xoreograf. Aylanay sizdan. Ko'z tegmasin. Rahmat. Qarang, siz o'zingizda emas, Dilnoza Kubayeva bo'lib turasiz. Men Ulug'bek Qodirov bo'laman. Bitta kino ishlab pochcha rolida men kelaman. Maylimi? Mayli. Mat qilib tashlang, men gap topolmay qolay. Ha? Uyda o'tiribsiz, ishdan kirib kelar pochcha. Maylimi? Hozir men pochcha roliga kirib olayda. Bilan bir shapka shuni olaman, shuni qaytarib Ne qiling? Yo'q, ne qiling? Hali bora? Aylanib ketdi. Lekin rosa siyraklashib qopti. Mayli, yo'qsin. O'xshadimmi pochchaga? Rosa o'xshaysiz. Ya, unchalik emas endi. Sen chiroyliroq yuringlar. Endi ko'ylagimni sovutib yubormayapman. Mendan pochchani istayapti. Chiroyli yursinlar. Ayollar juda gapdonni. Kecha bir onaxonga xuddi shunday berdim mikrofonda. Ona, bobomga o'xshadimmi desam menga qarab turib, o'girilchi deydi. Ha, desam, o'girilchi. Shuni o'girildim. O, orqangdan to'shni bobongga o'zisan deydi. Orqadan. Oldindan-chi desam, oldindan bobongga orqasiga o'xshab qoldim. Pochcham kelyapti. Maylimi? Boshdan. Kelaversinlar. Qo'rqmaysizmi? Nimaga qo'rqaman? Qo'rqmayman. Endi sevaman. Endi nima? Shpetgacha-chi. Ikkita farzandni sevmay, ha? Endi sevsangiz yana ikkita bo'ladi, ha? O'zim bilaman. Gapimiz qarang. Yomon ha? Ishdan kelyapti pochcha. Assalomu alaykum qo'shnilar. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qolmanglar. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlar? Yomon qaramang. Ismingiz nima edi?
Maqsudaxon. Maqsudaxonni xo'jayiniman. Kelyapman ishdan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hormanglar. Assalomu alaykum. Hormanglar. Assalomu alaykum. Hormanglar. Hamma ko'chaga chiqib olgan. Assalomu alaykum. Yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. O'tib ketdi-ku. O'tib ketdi-ku. Men uyda turib olib ko'chaga chiqib turmayman-ku sizni. Uyga kirsangiz nega ko'raman dadasi? Qayerda ko'raman? Men ko'chaga chiqib olaman. Uy bekasi erini kutib o'tiradi. Bo'pti, ko'chaga chiqib oling, ko'chaga chiqib olaman sizni. Uyda o'tiraman. Ha. Uyga kirib kelmayman. Ko'chada darvozani tagida kutmaydi o'zbek ayollari, uyida kutadi. O'rganinglar. Ishxonasigacha borayotganlar bor ichimizda. Qarang, eshitdingiz mana buni jiringlataman. Kim u deysiz? Kinodagidek bo'lsin, ha? Balki gazdan kelgan bo'lishi mumkin. Limitlar oshyapti. Assalomu alaykum qo'shnilar, yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlar? Ishdan kelyapman. Hormanglar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hormanglar. Yuring. O'sha srogini o'ta bo'lgan zamon bu. Eshitdinglar-a? Xolamay jiringlabdi. Mana eshitmadi. Mana. Zuvanim, jiring. Kim bu? Kelgan odam siz bilan gaplashmaydi ketaversa bo'lar ekan. Mana. Eshiting mana. Zuvanim. Mana, qarang. Ya, bo'ldi. Undan kelmaydi. Bu og'izdan kelish kerak edi. Mana. Buzilib qolibdimi? Jiring. Voy, xo'jayinim keldilar shekilli. Qaydan bildingiz xo'jayinligini? Voy, boshqacha jiringlatadilar. Begona bo'lsa bir marta jiringlatadilar. Xo'jayinim bo'lsa jiring qiladilar. Eshitdingizmi? Qo'llari yopishib qoladilar. To'xtang. Jiring. Kim o'di? Kim u? Nasib qilsa yeringizman. Voy, kirib ketadi dadajonisi. Keldingizmi? Keldim. Eshik ochiqmi yopiqmi? Voy, ochiqmi siz uchun dadajonisi? Sizdan. Kim kela qoling? Ochib qo'yib kimni kutyapsiz shu paytgacha? Nimaga jiringlatasiz? Kirib kelavering. To'xta, yoz ochamiz o'zim. Ochamiz. Eshikni ochamiz. Rosa moya qo'yish kerak eshikga. Kimdir moylab qo'ysin. Ayol ustalar bormi? Eshik ochildi. Onajonisi yaxshimisiz? Voy, assalomu alaykum dadajonisi. Yaxshi keldingizmi? Charchamadingizmi? Yo'q, ishda kelyapman. Nimaga charchayman? Charchamagan bo'lsangiz keling. Mayda ishsizni poylab turibdi. Kela qoling. Ne ish bor? Albatta, ham xil ishlar bor uyda. Qanaqa ish? Ko'rib tutsagan ishingizni qilasiz. Yo'q, sizni. Tushundilarmi? Nima ovqat qildingiz? Aylanib ketib chuchvara qildim. Chuchvara qilmadingiz? Danaga chuchvara qildim. Siz yaxshi ko'rgan chuchvaralardan. Dadajonisi aylanib keting. Voy, kelganingizgacha ko'zlarim to'rt bo'lib ketdi-ya. Voy, bo'ylaringizga. Voy, dadajonisi. Voy, dadasi, unaqa qilmang, mana jolat qilib, qo'llar kelib. Voy, nabiralarimiz kelyapti. Turing dadajonisi. Voy, tavba qildim. Ajoyib siz. Voy, turing. Voy, tavba. Uyda qilasiz ishingiz. Voy, ko'chadagi ayol. Spaniga kiring dadajonisi. Voy, dadajonisi, Spaniga kiring. Qayerga? Spani. Oldin ovqat yemaymizmi chuchvara? Ha, oldin Spaniga bir kun chiqing. Voy, tushunmagan dadajonisi. Bo'ldi. Spani qaysi tomonda? Bir kun chiqing. Bo'ldi. Unga ovqat tayyor qiling. Obyektga kiraman o'zim aylanib keting. Spanining eshigini ochib o'ray. Balandroq. Spanining eshigini eshitdinglar? Kirdim. Bo'ldi, kirgan bo'lsa dadajonisi. Spizarlashtiring. Mana men hozir sizga uy stolini solib beraman. Mana 12 deb turib. Aql siz bilasiz. Shu uchun kirdimmi shu? Chuchvarani olib keldingiz. Olib keldim. Maza qilib yedim. Qo'llari shirinda bizni o'zbek ayollarini. O'ynalib ketay. Eng qiyin taomlardan biri. Tushdan boshlab harakat qilish kerak. Maza qilib yeb oldim. Choylar, ko'k choylarni ichdik. Keyinchi. Yo'qdimi dadajonisi? Albatta yo'qdi. Keyinchi. Chuchvaram shirin bo'ptimi? Hamma narsa shirin. Keyinchi. Endi Ha. kelishingizga men ish tayinlab qo'ydimda. Qanaqa ish? Aylanib ketdi dadasi. Shu yerda 3 sotkina yerimiz bor, ashuni chopib bersangiz, issiqbalar ekan. Issiqbalardan kelishga somsalar qilib beraman, chuchvaralar qilib beraman. Bo'laveradimi dadasi? Kechasi. Yoniga kechasi bo'lgan yo'q dadasi. 12:30 bo'ldi. 12:30 bo'lgan yo'q. Ertaroq kelgansiz. 5 ta tugay deysiz. O'zingiznikini ma'qullamang dadasi. Pochcham bekorga xonada qolmagan ekan.
Tasavvur qiling, opa. Pochcham ichib kelyapti, qanaqa qilib kutib olasiz? Qanaqa qilib? Men sizga ro'para kelish uchun unchalik icholmayman-da. Aka? Bormi ichinglarda shunaqa pochcha? Bormi ichib keladi. O'zingiz bo'lib qo'yavering endi o'sha pochcha. Yoqib qoldimi? Aka. Yoqqanda qanday? To'xtang, mana 2 kishi o'kirib keldi. Pochcha hozir ichinglarda bormi? Bas keladigan bormi shu opamga? Ha? Shu bas kelmaydigan shunaqagina olib kelib chiqadi mana. Oh. Ana. Dekorativ yashaydi. Kirgizdi bu kishini. Qo'ying endi. Nima shang'illayapsiz? O'g'lim. Kamchilik yo'qmi? Yo'q aka. Ulan. Kirgizdi. O'g'lim. Mikrofonini ushatib qo'ysan. Ey ulan. Akdan kelding. Aka. To'g'ri. Lama ham qiyshayib qolibdi-yu. Qarang, tushing. Qarang, любой odamni shirin gap bilan yo'lingizga solsangiz bo'ladi. Pochcha ichib kelyapti, bir ishdan kirib keling. Mana bu yoqda. Akdan kelaman. Bu yoqda. Men mana uyda bo'laman. Katta o'g'lingiz bo'lib turaman men. Ulan. Qo'ying. Otini berdi. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Voy bo'ylaringizga bo'ytimi? Hali ham gapiryapsan. Aynan keting. Uncha shirin gapirmang, kayf tarqab ketamiz. Mayli, kayf tarqasinda. Voy yaxshi keldingizmi dadasi? Eshikdoch. To'qmi? Eshikdoch. Dadasi, o'zim Eshikdoch. aylanib ketay. Otim. Labay dadajonisi. Assalomu alaykum. Kamchilik yo'qmi? Siz kamidingiz keldingizmi dadajonisi? Bir kelib ketay. Opa, любой yer ketaveradi. Senga fan topdim. Ulamjon. Opamga qarsak bo'lsa, bitta chimaydi opamga. Tanidinglarmi? Shunaqa bo'lib qolishdan Xudoning o'zi asrasin. Qaysi ayol yaxshi ko'radi, ko'p sasib keladi. Farg'ona. Opamizga bitta qarsak bo'lsa. Eng oliy aktyorlardan biri. Po'latakam bitta qarsak bo'lsin kerak. Sog' bo'ling. Xudoning qabul qilishini o'zi asrasin. Endi chidaymiz. Men shu mikrofon ushlab chiqmasam, likka chiqib qoladi. Xotin degani shunaqa bo'ladi. Dastyor bo'ladi. Hoy, boshlandi. Opa, rahmat sizga, mazza qildim. Po'lat akam javoblarga. Po'lat akam mikrofoniga bitta qarsak bo'lsa chiroyli. Qashda turib turasiz. Eng pulli narsa. O'zbek xalqi shunaqa to'yni yaxshi ko'radi. To'y marosimlarini yaxshi ko'radi. Bolam yashaymiz. To'g'rimi? Siz ham bolamni yashaysiz, onam, otam ham bolamni yashaydi. Eshik ochib berganingizga ham rahmat. Anchadan beri ishlayapsiz. Eng qizig'i, mamam yo'q ekan, kimga ochyapti hayronman. Ko'yni ochib bo'ladi bularda. Любой mahal ochaveradi.